Anatoliy Papanov muzday dush qabul qilgandan keyin vafot etdi. Eng achinarlisi, u vafot etganda uyda hech kim bo'lmagan va uni o'lik holatda bir necha kundan keyin topishgan. Hammamiz uchun qadrdon bo'lgan Volk Zayets "Ну погоди" multfilmidagi bo'ri esingizdami? O'sha bo'g'iq ovoz "Ну, Zayets, pogodi" bizning bolaligimiz ana shu multfilm bilan o'tgan. Bu buyuk ovoz aktyor Anatoliy Papanovning ovozi edi. U 1922-yil 31-oktyabrda tug'ilgan, dahshatli urushni boshidan kechirdi. Frontdan nogiron bo'lib qaytdi, ammo taslim bo'lmadi. Papanov kinoning dahosiga aylangandi. U Berigis avtomobili va Brilliantova ruka kabi kinolardan rol o'ynab, millionlab muxlislarning ko'nglidan joy olgandi. Ammo shunday sersavlatli va kuchli inson hayotda juda ham kamtarin bo'lganligini va o'zining butun umrini 40 yildan ortiq birga yashagan o'z ayoli Nadejda va qizi Yelenaga bag'ishlaganini hamma ham bilavermaydi. Taqdir ba'zan shafqatsiz hazillarni yaxshi ko'radi. Papanov 1987-yil avgust oyida "Холодное лето" sovuq yoz filmini suratga olish maydonidan uyga qaytadi. Charchagan, holdan to'ygan aktyor Moskvadagi uyga kirib keladi. O'sha kuni tashqarida odam nafas olishga qiynaladigan darajada issiq edi. Papanov faqatgina bitta narsani, bor charchog'ini suv bilan yuvib tashlab, maroqib dam olmoqchi edi. O'sha kuni reja bo'yicha issiq suv o'chirilgan edi, ammo Papanov baribir dush qabul qilishga qaror qiladi va yuvinish xonasiga kirib ketadi. Muzdek suv qizib turgan tanaga birdaniga uriladi va tomirlar bir lahza deganda qisqaradi. Aktyorning yuragi sovuq suv zarbasiga dosh bera olmaydi. Yurak yetishmovchiligi yuzaga keladi. Aktyor uyda yolg'iz bo'ladi. Uning oilasi hali gastroldan qaytmagan bo'ladi. Aktyorning yuragi so'nggi marta uradi va u yerga yiqiladi. Uni yiqilganini hech kim eshitmaydi. Anatoliy Papanov 1987-yil 5-avgust kuni bu dunyoni tark etdi. U atigi 64 yoshda edi. Uni faqat bir necha kundan keyin uyni eshigini tashqaridan buzishgandan keyin topishadi. Papanovning oramizdan ketganiga qariyb 40 yil bo'ldi, ammo har safar televizorda Volk Zayets multfilmini qo'yganimizda, o'sha bo'rini ovozini eshitganimizda qadrdon ovozni eshitamiz. Papanov, bolalikdagi shirin xotiralarimiz uchun rahmat.